Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda Polshaga oilani birlashtirish vizasini qanday olsa bo'ladi? Mana shu mavzuda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Shu videoni Polshada ishlab yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar, chunki bu savolni tez bizdan so'rashadi. Men o'zim ham bir necha oydan beri ma'lumot izlab, bir qancha ma'lumotlar yig'gandan keyin buni video tariqasida o'sha ido tushuntirib berishga harakat qilaman imkon qadar va videoni avvalidan bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu masalada deylik har xil shahardagi ujondlarda ayrim hujjatlar, masalan, har xil hujjat so'rashlari mumkin. Ya'ni qaysidir ujond talab qilgan hujjatni boshqa bir ujond so'ramasligi mumkin yoki yana boshqa qo'shimcha hujjat so'rashi ham mumkin. Mana shuning uchun agar kimdir bu prosesdan o'tgan bo'lsa, iltimos qilardim, kommentariyada o'zlaringni tajribalaringni yozsalaring, ulashsalaring, keyingi shu oilasini olib kelmoqchi bo'lib yurgan aka-ukalarimizga bu masala juda ham bir katta yordam bergan bo'lardi. Demak, boshlaymiz videomizni. Xo'p, birinchi bo'lib, masalan, Polshada ishlab yurgan inson oilasini olib kelmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda ular karta pobita olgan bo'lishlari kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'sha karta pobitasini amal qilish muddati 2 yildan kam bo'lmasligi kerak. Buni sababini o'sha video davomida tushunib olasizlar. 2 yildan kam bo'lmasligi nima uchun kerakligini. Demak, karta pobita bor, amal qilish muddati 2 yildan yuqori yoki endi 3 yillik olgan bo'lsangiz, sirazu harakatni boshlasa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunday holatda endi sizda O'zbekistondan masalan ayolingiz, farzandlaringizni olib kelmoqchisiz, ularga загранпаспорт olish kerak, oilaga, farzandlarga загранпаспорт olgandan keyin ana o'sha загранпаспортni har bitta listini, betini rangli kopiya qilish kerak. Mana bunday shaklda, mana bu yerda har bitta list kopiya qilingan va mana shu formatda, mana A4 listni tagiga tushgan pasportni kopiya qismi. Mana bu yuqorida joy qolishi kerak, tushuntiraman buni nima uchun. Mana shunday kopiya qilasiz. Keyin o'sha Toshkentdagi Polsha elchixonasi ushbu kopiyani originali bilan bir xilligini tasdiqlovchi, ya'ni notarialniy tasdiqlab berish kerak. Nimaga aynan posolstvada boshqa notariuslardan men so'raganimda buni qilmaymiz deyishdi ular. Shuning uchun faqat posolstvo shunaqangi notarialniy xizmat ko'rsatadi ekan. Balkim agar viloyatlarda yoki qaysidir shaharda notariuslar shunaqa qilib beraman desa, menimcha u ham o'taversa kerak. Mana bu posolstvo tomonidan qilingan. Demak, posolstvoga mana shunday qilib tayyorlanadi, kopiyalar qilib, keyin buni ular tasdiqlab berish uchun posolstvoga kirish uchun navbat olish kerak. Navbat bu mana ishchi vizaga o'xshab jerebyovka sistemasida bo'lmaydi. Navbat olish uchun hozir men sizlarga buni ham bir yo'li tushuntirib o'tib ketay, boshqa joydan qidirmasliklaring uchun elektron pochtasi posolstvani, mana shu elektron pochtaga mana bunday qilib matn kiritasizlar. Men matnni ham polyak tilida yozib qo'yaman. Bemalol xuddi mana shu matnga o'sha ism, familiyalarni, pasport daniyalarini almashtirib jo'natib yuborsalaringiz bo'ldi. Mana shu tekst, ayolingiz ism, familiyasi, nomer pasport seriyasi, keyin va farzandlar. Nechta bo'lsa, bitta, ikkita, uchta, 1, 2, 3 qilib, mana shunday qilib 4 ta nechta bo'lsa ham har birini ism, familiyasi, pasportlarni seriyalarini, ya'ni загранпаспортni seriyalarini kiritasizlarda, mana shu xabarni posolstvani elektron pochtasiga yuborasiz. Ular ko'rib chiqib 2-3 kunda javobini aytishadi, falon kuni, soat falon vaqtga kelishlaringiz mumkin deb. Mana bunday javob xati keladi posolstvodan. Mana shu xatni olgandan keyin aytilgan kunda xuddi mana shablonni ham ular PDF qilib yuborishadi. Mana shu shablonda bo'lishi kerak edi. Mana shunaqangi shablon yuborishadi. Kopiya qilasizda, aytilgan kuni borasiz. Har bitta pasport uchun adashmasam ularni o'sha notarialniy uslugasi 30 yevrodan har bir pasport uchun to'lanadi. Nechta odamni yuborsangiz, har birini pasportini mana shunga to'lov qilasiz. Ular mana shunday qilib mana chetini buklab, hammasini bitta qilib steplerlashgan va tasdiqlab berishgan. Ya'ni bu kopiyalar originali bilan bir xil degan ma'noda. Buni qildirasiz, keyingi ishlar. Va farzandlar uchun otaga doverenность kerak bo'lmaydi, lekin ayolingiz nomidan siz Polshada ish yuritishingiz uchun ayolingiz nomidan doverenность qilish kerak bo'ladi sizga. Doverenность O'zbekistonda o'sha nimalarda bor, notariuslar qilib berishadi. Nimagaligini tushuntirsalaringiz, ular yozib mana shunday qilib tayyorlab berishadi, notarialniy tasdiqlab, keyin buni Polshada polyak tiliga tarjima qildirib
foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda faqat o'zbekcha, ruscha qilib berishadigan, xolos ularning shablonlari bo'yicha. Demak, notariusdan qilindi, mana bu pasportlar kopiyalar qilindi. Endi proses Polshada boshlanadi. Xuddi o'zimiz karta pobiti olish uchun qanday qilib hujjat topshirgan bo'lsak, qanday anketalar to'ldirgan bo'lsak, xuddi mana shu jarayon endi oilamiz, farzandlarimiz uchun qilinadi. Oila, farzandlar nomidan anketalar to'ldirilib, xuddi o'zimiz karta pobitiga qanday hujjat topshirsak, xuddi shunday topshiramiz. Xuddi o'sha tartibda отпечаткаga navbat olinadi. Отпечаткаga navbat olinganda xohlang topshirgan paytda hamma dokumentlar komplekt topshiring yoki o'sha aynan отпечаткаga borishda hamma hujjatlarni komplekt tayyorlab borish kerak. Bu qanaqa hujjatlar? Birinchi navbatda o'zimizni o'sha zezvoleniyamiz, mehnat shartnomamiz, umova zletseniya yoki umova pratsiya, ijara shartnomasi, ya'ni siz oila bilan kelib yashaydigan uyni ijara shartnomasi bo'lishi kerak va bunda o'ziga yarasha talablari bor. Har bir kishi uchun 7 metr kvadratmi ekan adashmasam, ya'ni 4 kishi bo'lsa 28 metr kvadratdan kattaroq joy bo'lishi kerak, ya'ni kvartirani hududi shunaqa. Yana qaytarib aytaman, bu narsani qaysidir boshqa ujon talab qilmasligi mumkin, qayerdadir talab qilishi mumkin, shunaqangi nozik masala. Va bundan tashqari, masalan, hozir menda bir proses ketyapti, bir ish davom etyapti. Mana shu ish jarayonida bo'layotganligi uchun aytyapman. O'sha uy egasini, o'sha oilani, sizni oilangiz, farzandlaringiz kelib yashashi uchun roziligi ham, xatini ham talab qilishgan joyi bor. Mana shu hujjatlar, bundan tashqari o'sha zalonchnik nomer 1, ZUS, RSR, o'sha o'zimizning karta pobitiga topshiriladigan hujjatlar hammasi qilinadi. Bundan tashqari yana so'rashlari mumkin. Farzandlarining yoshiga qarab, Polshada ular kelgandan keyin o'qish kerak bo'lgan bog'chadan, maktabdan ularni rostdan ham biz qabul qilamiz kelganda deydigan ruxsatnomasini ham topshiriladi. Mana shu hujjatlarni qilib topshirasiz, отпечаткаga boriladi, lekin отпечатка topshirmaysiz. Ya'ni ular O'zbekistonda отпечатка topshirishmaydi. Bundan tashqari yana bitta hujjat bor. Buni ham aytyapman, qaysidir ujon talab qilishi yoki qilmasligi mumkin. Ya'ni vzor podpisu deydi. Ya'ni o'sha karta pobitani ustiga shaxsiy imzoyimiz bosiladi-ku, ana o'sha podpisda mana bunday shabloni bor. Ana o'sha shablonni ham O'zbekistonda o'sha ayolingiz o'zi, menimcha adashmasam, farzandlarga kerak emas edi. O'sha imzo qo'yadi, buni ham posolstvo tasdiqlab berish kerak, notarialniy, haqiqatan ham bu o'zini imzosi degan ma'noda. Mana shu hujjatlar topshiriladi. Topshirilgandan keyin xuddi o'zimizning karta pobitamizga o'xshab detsiziya chiqishini kutilinadi. Detsiziya chiqqanidan keyin ular, ya'ni mana shu insonga, oilasiga karta pobita berilsin degan ma'nodagi detsiziya chiqqandan keyin ana o'sha detsiziya bilan, detsiziya bu qaror degani, ana o'sha detsiziya bilan endi Polsha posolstvosiga, Toshkentga navbat olinadi. Bu detsiziya uchun ham jerebyovkasiz olinadi navbat. Navbat olgandan keyin ular vizaga topshirgani kirishadi. Ularga qisqa muddatli 1 oy yoki 1,5 oylik viza beradi. Juda qisqa muddatli viza beradi. Ana o'sha viza bilan ular kelishadi, keyin o'zlari ujonga borib, karta pobitalarini o'zlarining qo'liga shaxsan beriladi. Ana o'sha karta pobitani olinganda ularni, ya'ni oilani kartasini amal qilish muddati sizni o'zingizni amal kartangizni oxirgi srogigacha bo'ladi. Bir xil bo'ladi ana shu muddat bilan. Chunki bu oilani birlashtirildi. Sizni karta pobitingizni tugash muddatiga ularning ham karta pobitasining muddati tugaydi. Mana shuning uchun ham kamida 2 yil muddati bor bo'lsin deyilgani sababi shu. Ya'ni mana bu protsesni o'zi, detsiziyagacha bo'lgan protsesni o'zi ham 1 yilga cho'zilib ketishi mumkin. Har xil ujonda delani har xil ko'rib chiqishadi ishni. Shuni hisobiga cho'zilib ketishi mumkin-da, siz уже 1 yilingiz ketdi. Endi keyingi ularga beriladigan karta pobitani muddatida hech yo'q 1 yillik yana vaqti bo'ladi degan ma'noda. Bu karta pobitani olgandan keyin уже keyingilari xuddi mana shu tariqa o'zingiz kartangiz bilan yana hujjat topshirasiz. O'sha oilani birlashtirish proyekti bo'yicha davom etib ketaveradi. Endi faqat mana bunaqa posolstvodan pasportlar kopiyalarini tasdiqlash shart bo'lmaydi, chunki ular o'zlari shu yerda yoningizda bo'lishadi. Xo'p, umumiy proseslar mana shu. Endi agar kimdir mana shu prosesdan o'tgan bo'lsa, sizlarda qaysidir jarayon boshqacharoq kechgan bo'lsa, men istardim
ma'lumotlarda yozib qoldiringlar o'zlaringizda qanaqa bo'lganini, chunki hozirda Polshada ishlab yurib oilasini olib kelmoqchi bo'layotgan, harakat qilayotgan, ishchi vizaga topshirib ko'rgan yoki turist vizaga topshirib ko'rgan yurtdoshlar juda ko'p. Ana o'shalarda menimcha qaysidir ma'noda yuklarni yengillatgan bo'lardik. Yoki agar faqat ayolni o'zini olib kelmoqchi bo'lsa, bu yerda qonuniy ishlab yurgan bo'lsa, ayolni o'zini olib kelmoqchi bo'lsa, turist viza olib kelib turib ham keyin erga o'sha воссоединение семья qilsa bo'ladi. Buni ham imkoniyati bor. Bundan tashqari oilasini o'zi olib kelmoqchi bo'layotgan odam Polshada albatta stabil ishda ishlashi, doimiy, ya'ni qonuniy stabil ishda ishlashi bu juda ham muhim narsa. Chunki farzandlarni olib kelgandan keyin o'z-o'zidan bir kishi masalan bir xonali joyda yoki bitta ikki xonali bitta kravatini o'zini ijara olish mumkin, lekin oilaviy alohida yashash kerak bo'ladi. Bu albatta kvartiraning narxi har xil shaharda har xil bo'ladi. Kvartirani yeb ichish va oilaviy rasxodlarni qoplash uchun albatta insonda stabil doxod bo'lish kerak. Bundan tashqari farzandlar kelib, bog'cha, maktab, ularda ta'lim olishi uchun siz qonuniy ishlab налогlaringiz vaqtida to'lanib yurgan bo'lish kerak va mana shunday holatda ishlaydigan bo'lsangiz, sizga albatta siz ham foydalanishingiz mumkin bo'lgan imkoniyatlar bor. Masalan, 800+. Bu har bitta oilani har bitta farzand uchun to 18 yoshga to'lgungacha har oyiga davlat tomonidan beriladigan 800 zlotih bu yordam puli hisoblanadi. Ya'ni har bitta farzandingiz uchun shunchadan olasiz. Bu degani $200 degani yordam puli. Mana shunaqangi sotsial paketlardan, ijtimoiy paketlardan foydalanish uchun avvalo o'zingiz o'sha qonun doirasida ishlab bu yerdagi o'zingizni majburiyatlaringizni bajarib qo'ygan bo'lishingiz kerak, shunda haqqingizni talab qila olasiz degani. Menimcha yig'ilgan informatsiyalarni hammasini to'kib sochdim. Biror narsa agar mabog'da esimdan chiqib qolgan bo'lsa, ham yozinglar. Undan tashqari men kommentariyalarda ham qaysidir masalalarda, qaysidir savollarga albatta javob berib, fikrlarni chala joyi qolgan bo'lsa, to'ldirib ketishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyalarda bizni podдержка qilib qo'yasizlar. Polshaga oilasini olib kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlariga shu videoni yuborib qo'yasizlar. Men faqat xursand bo'laman agar ularga ozgina bo'lsa ham foydamiz tekkan bo'lsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.